har doim ota-onamni umra safariga jo'nataman, yana jo'nataman, ota-onamni rozi qilaman deydigan insonlar juda ham ko'p. Bu videoda o'tkazib olmay eng katta qilgan xatoyim bo'ladi agar shu video o'tkazib oladigan bo'lsangiz, chunki ota-onamni umra safariga jo'nataman degan har bitta inson bu video o'tkazib olishga haqqi yo'q. Kommentariyaga kirib inshaalloh umra safariga men ota-onamni jo'nataman deb yozib o'tib keting. Hozirgi paytda biz Centrum Holdesga syomka jarayoniga kelganmiz, boshqacharoq qilib olamiz. Nimaga Muhammad Rasul Qorakamon oldilariga yetib kelganmiz Centrum Holdesga sizga aniq ma'lumotlarni olib berish uchun kelganman. Qoraka, Xudo xolasa assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qoraka, bugun yurtdoshlarimizga borini gapiraylik, yolg'on bo'lmasin. $600, $700 deb to'xtamasdan video qilib chiqarib yotishibdi. Yurtdoshlarimiz Saudiya Arabistonda qolib ketishyapti. Boshqa kunning holatda juda ham ko'p bo'lyapti. Ehromlargacha olib kelib qo'yishibdi. Litsenziyalari bor, turli litsenziyaga ega Centrum Holdes Muhammad Rasul Qorakamon rasmiy o'zining ofisida ishlaydigan Qorakamonlar. Xudo xolasa bitta like degan tugmani bosib qo'yib, obuna degan tugmani bosib qo'ysangiz, xudo xolasa biz videomizni boshladik. Qoraka, assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Xo'p, Qoraka, bizga tasavvur kelishib oldik. Xudo xolasa yolg'on bo'lmaydi. Narxlarni tushirib beramiz. Xo'p, nechta viloyatdan hozirgi paytda reyslarimiz bor? Xo'p, hozirda Toshkent shahri va 5 ta viloyatlarimizdan reyslarimiz bor. Bular Samarqand, Termiz, Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlaridan. Qoraka, yana bitta narsa, Madina Munavvaradagi gastitsamiz masofasi, Makka Mukarramadagi gastitsaning masofasi va sayohatlar va taomlarni to'liq qilib tushuntirib bersangiz tartibotlarni. Xo'p, Xudo xohlasa, Madina Munavvarada markaziyada joylashgan mehmonxonamiz 4 yulduzli mehmonxona, 200 metr oralig'ida. 200 metr oralig'ida. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr oralig'ida Ajiyat ko'chada va Ibrohim Halil ko'chalarida 3-4 yulduzli mehmonxonalar. Xudo xohlasa, mehmonxonalar bu yil yangitdan remontdan chiqqan yaxshi mehmonxonalar. Xudo xohlasa, do'stlar, shu gaplar shunday bitta like bosib qo'ying, esingizdan chiqmasin. Xo'p, Qoraka, sayohatlarni bitta to'liq qilib tushuntirib bersangiz. Xo'p, sayohatlarimiz asosan Madina Munavvarada Ravza-i Sharifga olib kirib chiqamiz inshaalloh. Iloji boricha harakat qilib, keyin Qur'on bosmaxonasiga olib kirib, Qur'oni Karimdan bittadan olib berishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Bir mahal Xurmo bog'ida ziyofat. Xo'p, Makka Mukarramada bir 10 ga yaqin ziyoratgohlarga ovora olib kelishadi. Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Qizil dengizi sayohatda davomiy etaveradi inshaalloh. Do'stlar, Xudo xolasa ma'lumotlar olib berishga harakat qilyapmiz. Qoraka, mana bu yerga chamadon qo'yib qo'yilibdi. Nimaga bu chamadon qo'yib qo'yildi? Ehrom bilan beriladimi, hadiyami? Yo'q, hozir unisini ham qilib beramiz. Agar narxlarda ma'qul kelib, boshqa bo'lsa, agar erinishsa, nima desa bo'ladi endi. Ko'pchilik ya'ni qatdan olishni bilmay, yo bo'lmasa nimani olishini bilmasdan o'ylanib yurgan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqsin, biz o'zimiz chiroyli, yaxshilarini chiroyli narxda olib beramiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Bu adashmasam tushuncha uchun qo'yib qo'yilgan narsa, shunaqa bo'ladigan narsa. Xudo xolasa, do'stlar, bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun like tugmani bosib qo'ying, obuna degan tugmani bosib qo'yasiz. Xudo xolasa, kunda-kunora yangilik videolarimiz chiqib turadi. Qoraga, endi eng asosiysi narxiga yetib keldik. Narximiz nech pul o'zi? Xo'p, hozirgi aytgan narsalarimiz standart plus paketi bo'ladi, 14 kunlik paketimiz. Bularning o'zi asl narxi $1100 chiqqan Toshkent shahriga, viloyatlarimizga $1150 dan chiqqan. Buni sizning obunachilaringizga Toshkent shahrini $1050, viloyatlarimizni $1070 dan qilib belgilab beraman. Agar sizning nomingizdan chiqsa, bundan ham yengillashtirib beraman. Bundan ham Xudo xohlasa do'stlar yengillattirib berishar ekan inshaalloh. Qoraka, bizni Tojikiston, Rossiya, Amerika qo'shnilaridan juda ham ko'p davlatlardan ko'rishadi. Bu quyidagi raqamlarimizda messenjerlarimiz qaysi messenjerlarni ishlab turibdi o'zi? Xo'p, internet tarmog'ida barcha messenjerlarimiz ishlab turibdi. Ulardan Instagram, Telegram, WhatsApp va Rossiya Federatsiyasi uchun Max ilovamiz ishlab turibdi. Inshaalloh, Xudo xolasa, do'stlar, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sizlarni kutilmagan holatda videomizni tugatsak-yu, sizlar tezroq aloqaga chiqsalaring inshaalloh. Chunki nima demoqchiman?
kutib o'tirmang. Siz ota-onangiz joymoqchimisiz? Tezda aloqaga chiqing, ota-onangizni joyini burun qilib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya degan tugmani bosib qo'ying, bitta like bosib qo'ysiz, bizning kanalimizga manfaatli bo'lib qoladi inshaalloh. Salomat bo'ling.